bizda kichkina muammo bor. Buni muammo deb bo'lmaydi. Bu hammada bor chunki bu muammo. Qaranglar, bizda signal keldi. Qara, bir taraf perseping polni temperatura ko'tarilib ketdi deyapti. Mana 70 ga qo'ydim, 72, 72, 71, 71. Eng qizig'i bir taraf. Sababi quyosh mana shu tarafdan uryapti, o'ng tarafdan uryapti. Hozir biz Buxorodan qaytamiz, Toshkentga qarab. Quyosh mana o'ng tarafdan uryapti. Shuning uchun o'ng tarafimiz, o'zi mana 70 ga tushdi mana bittasi. Hozir tushib ko'rdinglarmi? Xo'p, akalar, mana bu yoqda shunaqa datchik o'rnatganmiz. Mana bu tigachimizning oldi balonlari 66-67 gradus issiqlikda. Mana bu havo bosimlari 9.2, 9.1. Mana bu tigachimizniki hammasi. Bunisi esa 4 ta, bu tarafda 4 ta, umumiy 8 ta bu persepimizga. Mana shunaqa datchik o'rnatib olganmiz akalar. Kabinada turib ko'rib o'tirasizlar, qaysi balonlarda necha davleniya turibdi yoki necha gradus issiqlik turibdi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, oxirgi paytlar ko'p furlarimiz balonlar yonib ketib, samotarmajeniya bo'lib qoladi yoki balon otishi mana shu aynan mana shu temperatura datchikka va havo bosimiga bog'liq. Sizlarga ham xuddi mana shunaqa narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda mana atmetga qilib ketaman. Balon by Megavan bizga shunaqa o'rnatib berishgan. Mana shunaqa videoni ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa yonib ketishlar, furlar, har xil avariyalar aynan mana shu narsadan kelib chiqyapti. Sizlarda ham yoki bo'lmasa yaqinlarda ham xuddi mana shunaqa ko'ngilsiz holat bo'lmasligi uchun bu videoni hamma tanishlarga yuborib qo'yamiz. Joylar sog' bo'lsin. O'rnatib oylab, xudo xohlasa sizlarga foydali bo'ladi bu.